Sotuvda bo'lgan рабочий texnikalarimizdan narxini sizlarga ko'rsatib o'tamiz akalar. Qisqa video bo'ladi. Xo'p, pultimiz 2,5 million so'm kelishtirib beramiz zastavka ichida. Bunisi 1 million so'm, mana shu grand pultimiz. Bular 250 ming so'mdan peshelkalarimiz. Equalizer DBX. Buning narxi 1 million so'm. Kompressor, Behringer kompressorimiz 1 million so'm. DBX crossoverimiz, buni ham narxi 1 million so'm. Xo'p, Shure mikrofonimiz 800 ming so'm, ikkitalik. Mana hamma narsasi bor. Xo'p, DJ kontroller 700 ming so'm. Bu ishlamaydi akalar, bir ustaga ko'rsatish kerak. Xo'p, bu yerda bo'lsa 15 dyumli original dinamiklarimiz bor. Narxi 2,5 million so'm. Qaytarib o'taman, original. Bu yerda bo'lsa 12 dyumli passivniy kolonkalarimiz bor, ya'ni zavodskiy RCF korpusda turibdi. Buni narxi 4 million so'mga beramiz ikkalasini. Dinamikiga keladigan bo'lsa, tunika ramamiz alyumin ramali original dinamikdan qo'yilgan. Xo'p, bu yerda bo'lsa emanet peshelkalarimiz bor, original peshelkalar. Xo'p, bular narxi 2 million so'm, original qaytarib o'taman. Bu yerda bo'lsa bir dona dinamikimiz bor, 15 dyumli. Buni narxi 500 ming so'm. Akalar, mana shu narsalar kimga qiziq bo'lsa, mana narxini ko'rsatib o'tdim. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlari bor. Bizga aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa jo'nataveramiz. Qo'shimchasiga agar sizlarga yangi texnikalar kerak bo'lsa, albatta do'konimizga ham tashrif buyurasizlar.